Prezidentimiz tashabbusi bilan mahallani joylarda muammoni hal qiladigan institutga aylantirish maqsadida soliq va ijtimoiy himoya xodimlari qo'shilib, birgalikda ishlaydigan mahalliy ettiligi faoliyat ko'rsatmoqda. Misol uchun Dang'ara tumani soliq inspeksiyasi xodimi Muhammad Sobir Ismoilov ham Kichik Turk mahalla fuqarolar yig'iniga soliq inspektori sifatida biriktirilgan bo'lib, mahalliy ettiligi bilan samarali faoliyat olib bormoqda. Mahalla inspektori sifatida 2024-yil 4-oktyabrdan beri ishlab kelyapman. Menga ikkita mahalla biriktirilgan, jumladan shulardan bittasi Kichik Turk mahalla fuqarolar yig'ini. Ishlamayap turgan, kam quvvatda ishlayap turgan tadbirkorlar bilan suhbatlar olib borilib, ularni shu to'liq quvvatda ishlashlari ta'minlab, shu soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyili asosida mahalliy ettiligi bilan bir jamoa bo'lib, bir oila bo'lib ishlar tashkil qilganmiz. Shu jumladan o'zini o'zi band qilgan fuqarolarni yakka tartibdagi tadbirkorlik sifatida ro'yxatdan o'tishga, yakka tartibda tadbirkor bo'lib faoliyat yuritib turgan tadbirkorlarni yuridik korxona sifatida ro'yxatdan o'tib faoliyat ko'rsatishga, aylanma soliq to'lovchilarni qo'shilgan qiymat soliq to'lovchisi sifatida ro'yxatdan o'tishga tavsiyalar berilib, tushuntirishlar ishlari olib borilyapti. 2025-yil yanvar-may oylari davomida birgina Kichik Turk mahalla fuqarolar yig'inida 4 ta ishlamay turgan tadbirkorlik faoliyati tiklandi. 5 nafar noqonuniy ishlayotgan fuqarolar tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. 12 ta korxonada 39 nafar ishchi faoliyati rasmiylashtirildi. Shuningdek, 120 nafar fuqaro o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazildi. Soliq xodimini tadbirkorlarga yordam berish, beta soliqlarimizni o'z vaqtida undirishga juda katta yordam beryapti. Misol uchun, mana shu yerda Kichik Turk mahalla fuqarolar yig'ini tuman markazidan 15 kilometr uzoqlikda bo'lgan bo'lsa, har bitta fuqaromiz o'sha vaqtlarda o'sha yoqqa borib turib o'zining vaqtini yo'qotardi. Hozirda mana shu yerda o'z joyida soliqlar undirish, odamlarimiz ortiqcha vaqtlarini yo'llarga sarflamasdan joyida hal bo'lyapti. Hozirgi kunda bizda yig'ilgan soliqdan 10% qolib turib qolyapti. Bundan biz o'sha kam ta'minlangan xonadonlarga yordam beryapmiz. O'zimizni moddiy texnika bazamizni yaxshilayapmiz. Mahallalarimizda xavfsiz ko'cha, xavfsiz yo'lak bo'yicha kameralar olib o'rnatdik. 8 ta kamera o'rnatdik. Juda yaxshi bizga qo'l kelyapti. 2025-yil 1-choragida jismoniy shaxslardan olinadigan yer va mol-mulk soliqlari tushumlari Kichik Turk mahalla fuqarolar yig'inida o'tgan yilning mos davriga nisbatan 39% ga oshib, o'rtacha har oyda 120 million so'mga yetdi. Soliq inspektorlariga KPI tizimi joriy qilingan. Bu KPI tizimida shu xodimni mehnat samaradorligi munosib taqdirlab olish tizimi yaratilgan. Men o'zimni misolimda 2024-yil dekabr, 2025-yil yanvar oylarida 100 balli sistemada 100 ballini olib, shu qatori 2025-yil aprel oyida ham 98 ballik natijani qayd etdim. Farg'ona viloyatida 1063 ta mahallaga 434 nafar soliq xizmati organlari xodimlari biriktirilib, mahallabay ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. Mazkur xodimlar tomonidan 25 ta yo'nalishda tizimli ishlar tashkil etilgan. Ta'kidlash joiz, mahallabay ishlashda yuqori natijalarni ko'rsatayotgan Muhammad Sobir Ismoilov singari xodimlar rag'batlantirib borilmoqda. Inspeksiya rahbariyati tomonidan Muhammad Sobir Ismoilovning xonadoniga borilib, vatan ravnaqi yo'lida tinmay mehnat qiladigan odobli, bilimli farzandni tarbiyalaganliklari uchun ota-onasiga rahmat aytib, minnatdorchilik bildirildi.